75 yoshdasiz. Sizni davringizda homiladorlikka reja qilinganmi? Bo'lmagan-a? Saqlanib olgansizlarmi? Spiral degan narsa bo'lganmi? Hech narsa bo'lmadi. Ovulyatsiya nima degani? Bilmayman. Folikula qachon yoriladi? O'shani ham bilmadim. Erkak urug'ini foizini tushunasizmi? U payt yo'q edi. Umuman yo'q edi. Mana hozir ekologiya yomon bo'ldi, aholi ko'paydi. Aholi ko'paygandan keyin oziq-ovqat taqchillik yuzaga keladi. Endi bularga ovqat yetkazib berish kerakmi? O'shaning uchun dorilar, ximikatlar, sizlar paytlaringizda ro'zg'or tebratish osonroq bo'lgan deb o'ylayman. Boshini olay, uy qilay, yer qilay deyish bo'lmagan. Shu bitta o'g'ilni uylantirgan, bitta to'rt burja uy qilib bergan ketmagan. Hozirgi erkaklarning tashvishi ko'p. Ana shu narsalar farzandsizlikning ko'payishiga sabab bo'lyapti. Bular folikulam yorilmaydi, urug'im foizi past, morfologiya, martez deyiladi-ku. Shuni o'ylamasa, miyadan chiqarib yubordi. Sizlarga o'xshab, bilmasa, misol, shu narsalarga ko'p kuttirilmaydi. Bular hammasi psixoemotsional holatdan kelib chiqib boshqariladigan narsa. Inson boshqara olmaydi. Inson o'zini o'zi o'sha kasallikni qidiradi. Folikulam yorildimikan? Erim urug' yaxshimikan? Men urug'lantira olarmikinman? Men ota bo'larmikinman? Men tug'a olarmikinman? Kechasi yig'laydi, hayzi kelgan payt yig'laydi. Ana shu narsalar insonlarda farzandsizlik uchun 50% sabab bo'ladigan narsa.